To'g'ri. Eshingiz bormi menda o'xshab turganim bilan? Siz o'zingizni kimligingizni ayting mana. Meni navbatim qachon deydi. 50 yildan keyin. O'lib netib qolmasangiz shunacha. Balki yerni tagida bo'lar so'nggi vaqtimda. Aytib bo'lmaydi. Kechiksiz rahmat, yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Rost. Balki yerni tagida bo'lar, siz aytib bo'laman. Постоянно minatdir berarmisiz-ku? Sovuqmi? Dahshat. Sovuq ham gapmi? Ko'chada haqiqiy qish. Xorazmcha ancha sovuq vaziyatda o'tgan hafta boruvdim. Kim aytdi sizga men Xorazmda deb? Neringizga qarab fol ochib o'tirsiz? Balki men Xorazmda emasdirman. Amerikadaman. Kim aytdi men O'zbekistonda deb? Lokatsiya bo'laveradi. Uni o'zim aytayishimdan ko'pmi? To'g'ri. Unga hech qanday gullish shartami? Gulli joyi yo'qmi? Siz o'zingiz kim ekanligingizni ayting mana. Tramp bobo. Odi tushuningmi? Nega unday ot eshitmagan ekanman. Birinchisida eshitdikmi? Bo'ldi. Bundan keyin firmaga seni chinlab chaqiraman siz. Zaharsiz dedim. Kim aytdi men zahar deb? Men zahar degan odamlar o'zlari zahar. Zahar bo'lsa pahar emasman. O'zlari zahar bo'lganlar uchun sizlarga shakaran zahar bo'lib ko'rinadi. Har kim oynaga qarasa o'zini ko'radi-da. Asal yeb turing deydi. Amerikada asal yo'q. O'zbekistondan dostavka qildirsam bo'ladi. Nima yaqinda ketaman.
O'zim borib O'zbekistonda yeyman endi. Yo, dostavka qilib yuborasizmi menga asal? Yo, sizdan dostavka ham olib bo'lmaydi. O'ldirish uchun biron nima qo'shib berasizmi? Aytib bo'lmaydi. Dushmansiz-ku. Ko'rgani ko'zingiz, otgani o'qingiz yo'q. Asal arani berib yuborsam, asallarini berib yuborsamchi. Qo'ysangizchi, qo'lingizdan kelmaydigan narsa aytmang. Sizni ko'rsa borki, o'lik nimalarim, baliqlarim tirilib qochib ketadi. Ariqu uchib yuribdi u. Aryanda turardi u. Yusuf, xayrli tong. Qur'onjon. Ko'p ham. Iltimos. O'chirdaman deydi kaha. O'zbeklar. Yaxshi gap shu. Siz go'zalsiz dedi. Go'zallik qolmay, ozon bilan. O'chirdimni tezlashtirib bering dedi. Na o'chirdi. Na o'chirdim bu. Nega? Tushunmay yuribman. Meni navbatimda. Navbat. Yaxshi ishingiz bormi? Yaxshi ishingiz bormi dedi. Tushunmadim, navbat. Yaxshi ishingiz bormi? Men sara tushunmay turibmanmi? Maslahat yoztirsam. Havo sovuq dedi. Battar bo'ldi. Shadiga sovuq bo'lsa. Hozir hamma joyda sovuq. Bo'lsa superdan. Yiqilib yolvorib kelib periskopmanmi efirima. O'zingdan ketib aql chavanamang. Aql so'radimmi men sizlardan? Superdan dolma yo'qlar. Tilim jitmaman azam bilan qaysing bo'lsam. Kecha kirib qochib ketdingiz. Qochmadim. Ko'chada yurmadim, ishim bor edi. Efirga girmadim. Kech kirdim. O'zim choqilli bedi. So'rab turibmanmi men sizlardan mensakara? So'rab turibman aytinglar, bo'lmasa o'zingiz aqlni yasab o'tirsizlar bu yerda. Kimsizlar o'zi? Masalan, donimazam realni hayotda ko'rmagan bo'lsam. Nima yilib aql o'rgatib o'tirsan? Kimingga? Bodim aql bo'lsa, uyingda xotiningga ber shu aqlni, aka ukangga ber. Opangga ber. Menga o'xshab doim uxlamadim men. Ko'chada yurmadim. Shuning uchun yurmadim. Должен знать echkimi. Kim echkimni desa shuni yashatib oladi. Sizlar kimsizlar beratyapman, savol javob aytib o'tirsizlar. Ko'taribman ketda qo'yadingizlarmi? Ya yig'lab aytgan vaqtim man beshkim deb aytganmisizlar. Kimsizlar o'zi? Kimsizlar ish odamning mas'ullarga haqqi yo'q bu yerda. Yozib olishing shart emas. Efirdan chiqib ketsang yetarli.
Ne çıkaramam. Bilmem neden bileyim. Bir dalbaya kızımdan gelip bana kılışıp oturttu. Bak bu tamam ondan mesela sonra kalmayayım. Tövbe. Ama bir sürü akıllı kızlardan başka ama akılsız. Tövbe bu kamalarım bak. Yakmasa girme, gözetme. Kaputama bu adamı macurla birisi kalani. Ben içim hava turani, prosto yaz turani yapar, dolbayıp kepen yaz bu tutulabilirim ben ne için? Yani kimden bolikle hayır olma. Düşünceler zor mekelle ya. Ama efirime girip oturttu ya. Çort lifte götür dedi bana dedi ki liften götürsen geplemedi. Gepecek gep yok onun ama. Prosto meni efirimde oturup arka Instagram'da efir atıp beni köz gözetip oturttum bilmem. Instagram'da efir atacak sen ben liftimden abi. Dolbayıp adamın köpeği gitken.